Pitbull. Let's show 'em how we get down. I party like a rock star, look like a movie star, play like an all-star, fuck like a... Pak Chonxoning rafiqasi sifatida kelmadim. Enka kimyodan chiqqan radiatsiya qurboni sifatida keldim. 12-yanvarda baxtsiz hodisa tufayli yer osti quvurlari yorilib ketdi. U yerda radiatsiyaga duch keldim. Oq qon kasalligining so'nggi bosqichi tashxisi qo'yildi.